Hi everybody. Today we're gonna learn some new things about SAT Math, and today is the second day of our lessons. So let's start the second lesson. Exponents and order of operations. Hammaga assalomu alaykum. Demak, bugun SAT bo'yicha ikkinchi darsimiz Exponents and order of operations tarjimasi daraja va amallarning bajarilish tartibi. Demak, bugun biz sizlar bilan daraja haqida kerakli narsalarni o'rganamiz va amallarni bajarilish tartibi haqida. Darajani har kim har xil darajada tushunadi. Buni batafsil ko'rib chiqamiz. Amallarni bajarilish tartibida bo'lsa, ko'pchilik o'quvchilarda va hattoki ba'zi bir o'qituvchilarda ham bo'lishi mumkin bo'lgan chalkashlik bor. Shu masalalarni oydinlashtirib olamiz. Demak, daraja mavzusidan boshlaylik. Daraja nima? Xo'sh. Darajaning mohiyati quyidagicha. Demak, misol uchun 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3. 5 ta 3 o'zaro ko'paytirilgan. Shuni 5 ta 3 ko'rinishda yozish noqulay bo'lganligi uchun matematiklar o'zaro kelishgan holda buni 3 ni tepasiga 5 yozish orqali ifodalashadi. Shu narsani biz daraja yoki ko'rsatkichli daraja deb aytamiz. Ya'ni 3 ni tepasiga 5 yozilgan bo'lsa, mana bunday, buni ma'nosi shu 3lardan nechtasi 5 tasi o'zaro ko'paytirilgan degan ma'noni bildiradi. Juda ham sodda narsa. Demak, bundan xulosa qilish mumkinki, deylik, bizga aytsaki 2 ning 3-darajasini hisoblang desa, bu degani 2 dan nechta bor? 3 ta bor. 2 2 2. 3 ta 2 ni ko'paytirsa 8. Demak, 2 ning 3-darajasi 8 ekan. Agar bizga deylik 3 ni 4-darajasini hisoblang desa, misol uchun 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3. Demak, 3 dan 4 ta bor. 4 ta 3 ni ko'paytiradigan bo'lsak, 81 bo'ladi. Ba'zi bir o'zgacharoq holatlar bor. Misol uchun, istalgan bir sonni 1-darajasi uni o'ziga teng. To'g'ri-da, chunki 5 dan bitta deyapti-ku, bitta 5 5 bo'ladi-da. Va istalgan sonni 0-darajasi doim 1 ga teng. Ya'ni 5 ning 0-darajasi ham 1, 6 ning 0-darajasi ham 1. Kerak bo'lsa 1000 ni 0-darajasi ham 1 va hatto milliard yoki trillionni 0-darajasi ham 1. Har qanday sonning 0-darajasi 1, faqat 0 ning 0-darajasi deb aytib bo'lmaydi. Buni qilish mumkin emas. 0 ning 0-darajasi yo'q. Va yana bir narsa, manfiy darajalar ham mavjud. Matematikada deylik 3 ning -2-darajasi desa, buni shunchaki 1 taqsim 3 ning 2-darajasi deb tushunish kerak. Agar sizga deylik 10 ning -8-darajasi desa, siz buni shunchaki 1 taqsim 10 ning 8-darajasi deb tushunishingiz kerak. Demak, darajani mohiyati shu. Misol, bu darajalar aynan butun son bo'lishi shart emas. Deylik, bu daraja bo'lishi mumkin 8 ni misol uchun 3 taqsim 4-darajasi. Lekin bu narsa SAT kitobimizning tartibi bo'yicha hali keyinroq keladigan mavzularda o'tiladi. Bu demak ratsional ko'rsatkichli daraja deb aytiladi. Bu hozirgi mavzuyimiz doirasidagi narsa emas va hatto deylik, mana bunday ko'rinishdagi darajalar ham mavjud. Y demak, bu Euler doimiysi, Euler topgan son. I kvadrat minus 1 ga teng bo'lgan son, pi hammamiz bilgan son. Bunga 1 ni qo'shadigan bo'lsak, natijasi 0 chiqadi. Isbotiga qiziqib ko'rishlaringiz mumkin. Biz o'quvchilar bilan buni darsda isbotlagandik. Bu matematikadagi eng chiroyli tenglama deyiladi. Internetga yozib ko'rishlaringiz mumkin. The most beautiful equation in math desalaringiz, mana shu tenglama kelib chiqadi. Mavzuga aloqador bo'lmasa ham qiziqarli ma'lumot sifatida aytib qo'yaman. Demak,
Daraja mavzusi shu ekan. Demak, 5 ta uchni yozib o'tirmaymizda, 3 ni 5-inchisi deb aytamiz. Qo'l bilan ko'rsataymi? Yani 5 ta 3 demaymizda, 3 ni bu yerda 5-inchisi deb yozamiz. 2 ni 3-inchisi bo'ladigan bo'lsa, bu degani 3 ta 2 ni ko'paytmasi, ya'ni 8. 3 ni 4-inchisi bo'lsa, 4 ta 3 ni ko'paytiramiz, 81. Misol uchun 5 ni birinchisi 5 ni o'ziga teng. Har qanday sonni birinchi darajasi uni o'ziga teng. Har qanday sonni 0-darajasi 1 ga teng. Faqat nima ekan? 0 ni 0-darajasini hisoblab bo'lmaydi. 0 0-darajasi yo'q. Va manfiy darajalar bo'lsa, misol 3 ni minus 2-darajasi bo'ladigan bo'lsa, 3 ni minus 2-darajasi 1 taqsim 3 ni 2-darajasi deb yoziladi. 10 ni minus 8-si 1 taqsim 10 ni 8-si deb yoziladi. Bundan tashqari demak darajalar hattoki mana bu holatdagiga o'xshab kasr ko'rinishida ham bo'lishi mumkin, lekin uni keyingi mavzularda o'rganamiz va hatto daraja munofiq ko'rinishlarda ham bo'lishi mumkin, agar yuqoriroqqa chiqiladigan bo'lsa. Ana endi mavzuga qaytamiz. Bizning mavzumizda. Demak, bizda aytyapti an expression like 3 to the power of 5 is called power deyapti. The number 3 is the base and the number 5 is the exponent deyapti. Xo'p, nima degani bu? Exponent biz uchun yangi so'z, base biz uchun yangi so'z, power biz uchun yangi so'z. Expression o'tgan darsda o'tganmiz. Factor bizda yangi so'z. Factor. Xo'p, bular nima degani? Factor degani daftarimizga yozib qo'yamiz. Bu ko'paytmasi degani, ko'paytma. Shuning uchun ham faktorial deb aytiladi. Chunki o'sha sonlarning ko'paytmasi, misol uchun 5 faktorial 5 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi, 10 faktorial 10 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi. Demak, factor degani ko'paytma degani, ko'paytirish degani. Power degani bu umuman mana shu darajali ko'rinishni power deb aytiladi. Mana shu darajali umumiy ko'rinishi power deyiladi. Va bu 3 asosga 5 bo'lsa darajasi, mana bu asos 3. Asos deyiladi o'zbek tilida ham. Buni base deb aytadi ingliz tilida. O'zi asos base bo'ladi, chunki baza deb aytamiz-ku. Mana bu daraja bo'lsa, daraja. Uni exponent deymiz. Exponent degani aslida ko'rsatkich degani, ya'ni bu 5 darajada turibdi. Bu darajani ingliz tilida exponent deb aytamiz. Bu narsani daftarga demak yozib qo'yishimiz kerak. Demak, factors degani ko'paytma degani, power degani umumiy mana bunaqa darajali ko'rinishdagi narsa, base degani asos degani, ya'ni mana bu 3 ni 5-inchisi bo'lsa, 3 bizda asos bo'ladi. Mana bu yerdagi 5 bo'lsa, bizda exponent, ya'ni ko'rsatkich bo'ladi. Xo'sh, ana endi dars oxirida agar Telegram kanalimizga o'tadigan bo'lsalar, bu yerda darsni materiali tashlab beriladi. Dars materialida nima bo'ladi desa, dars materialida quyidagi narsa bo'ladi. Mana darsimizda demak lug'at qismi bor. Power nima? Base, exponent, perform, parenthesis, brackets, fraction bar, evaluate, order, inside, replace. Demak, bugungi mavzumizning asosiy so'zlari. Kitobimizga qaytamiz. Ana endi bizga qoida aytyapti. To evaluate an expression involving more than one operation, we agree to perform operations in the following order. Aytyapti. Evaluate degani bizga ham yangi so'z, boyagi listda bor. Evaluate degani baholash degani. Value degani baho degani, evaluate degani baholash. To evaluate an expression degani ifodaning qiymatini aniqlash uchun degani. Demak, ifodaning qiymatini aniqlash uchun birdan ortiq amallarni bajarishga to'g'ri kelishi mumkin deyapti. Misol, faqat qo'shish bo'lmaydi-ku, ifodada qo'shish bo'ladi, ayirish bo'ladi, ko'paytirish bo'lish bo'ladi. Shunda we agree deyapti. Ya'ni biz kelishib olganmiz. Ya'ni biz matematika nimaga kelishganmiz? Bu amallarni quyidagicha tartibda bajarishga kelishganmiz. Xo'p, bu quyidagicha tartib qanaqa ekan? Demak, birinchisi order of operations. 1. Simplify the expressions inside grouping symbols deyapti. Birinchi navbatda qavslarning ichidagi narsalar soddalashtiriladi.
umuman olganda qaus emas, grouping symbols degani guruhlash belgilar degani. Guruhlash belgilari nima bo'lishi mumkin? U parenthesis bo'lishi mumkin, qaus degani. Brackets deb bo'lishi mumkin, bu ham qaus degani. Fraction bar bo'lishi mumkin. Fraction bar degani bu kasr chizig'i. Misol 8/13 desangiz, mana bu o'rtadagi chiziq fraction bar deb aytiladi. Bu ham yangi so'z, buni ham yozib qo'yamiz. Demak, birinchi qiladigan ishimiz biza grouping symbol ni ichida turgan narsalarni soddalashtirib olishimiz kerak. Grouping symbol degani nima ekan? Bu guruhlash simbollari, ya'ni u bo'lishi mumkin qaus, bracket degani ham qaus degani yoki kasr chizig'i bo'lishi mumkin. Undan keyingi qiladigan ishimiz nima? Undan keyin qiladigan ikkinchi ishimiz evaluate all powers. Darajalarni hisoblab olishimiz kerak. Darajalarni hisoblab olishimiz kerak. Xo'sh, darajalarni hisoblab oldik. Uchinchi qiladigan ishimiz do all multiplications and divisions in order from left to right. Mana shu joy muhim. Barcha ko'paytirish, multiplication o'tgan darsda ko'rdik, ko'paytirish, division bo'lish o'tgan darsda ko'rdik. Barcha ko'paytirish va bo'lish amallarini bajar. Qanaqa holatda bajarish kerak? In order from left to right. Chapdan o'ngga bo'lgan tartibda. Ya'ni mana shunaqasiga bajarib ketaverish kerak. Ba'zilar aytadi, avval bo'lishni bajarish kerak deydi. Bu noto'g'ri tushuncha. Bu noto'g'ri tushuncha. Men shunaqa narsani ko'p o'quvchilardan eshitganligim sababidan buni o'zbek tilidagi ham, ingliz tilidagi ham matematikaga oid adabiyotlarni tekshirib ko'rganman. Hatto o'sha xalq ta'limini nimasidan o'tgan kitobni ham ko'rgan paytimda u yerda ham xuddi shu mana shu ingliz tilidagi kitoblarda aytilgan gap aytilgan. Ko'paytirish bilan bo'lish yonma-yon kelganda shunchaki chapdan o'ngga qarab ishlab ketilaveradi. Kelish tartibi bo'yicha avval bo'lishni bajarish kerak degan qoida yo'q. Avval bo'lishni bajarish kerak degan qoida birorta kitobda yo'q. Men birorta unaqa kitob ko'rmadim. Bu narsani va o'zbek tilidagi adabiyotlarni ham, ingliz tilidagi adabiyotlarni ham ko'rib chiqdim. Hammasida bir xil gap yozilgan. Chapdan o'ngga qarab tartib bilan bajarish kerak. Demak, bu uchinchi qiladigan ishimiz. To'rtinchi, oxirgi qiladigan ishimiz do all additions, barcha qo'shish va ayirish amallarni bajar. Bu qo'shish va ayirish amallarini qanday bajaramiz? Bunda ham xuddi shunday. In order from left to right. Bunda ham demak chapdan o'ngga bo'lgan tartibda bajaramiz. Xuddi ko'paytirish bilan bo'lishga oid. Demak, bitta takrorlab olamiz. Nima qilar ekanmiz? Nima qilar ekanmiz? Xo'sh, birinchi. Avval grouping symbols, ya'ni guruhlash belgilarining ichidagi ifodalarni hisoblaymiz. U guruhlash belgilari bo'lishi mumkin qaus, bo'lishi mumkin bu ham qaus, bittasi to'rtburchak qaus, bittasi oddiy qaus. Bizcha hammasi qaus, bo'lishi mumkin kasr chizig'i. Undan keyin biz darajalarni hisoblaymiz. Undan keyin ko'paytirish va bo'lish amallarini chapdan o'ngga tartib bilan hisoblaymiz. Undan keyin qo'shish va ayirish amallarini chapdan o'ngga tartib bilan hisoblaymiz. Mana endi davom etamiz. Misol, mana bu misolni ko'raylik. Evaluate degan qiymatini hisoblang. Shuni qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, birinchi bo'lib nima qilamiz? Birinchi bo'lib qaranglar. Grouping symbol deganda kasrlar ham kiradi. Birinchi mana bu kasrni hisoblaymiz. Kasrni hisoblagandan keyin oldin bo'lish turibdi. Ko'paytirish bilan bo'lishni bajarishimiz kerak edi. Bo'lishni bajarib olamiz undan keyin. Keyin ayirish bilan qo'shishlar, nima bularni bajarib olamiz. Keyin oxirida 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. Bu narsani mana bu yerda kitobda ko'rsatgan, mana bu yerda. Mana shu yerda soddalashtirib ko'rsatgan. Aytyapti, evaluate power inside grouping symbols. Birinchi, mana bu 5 ni kvadratga oshirib olgan, keyin 13 ni ayirgan, keyin 3 ga bo'lgan, kasrni qiymatini topib olgan, 20 ni natijaga bo'lgan, keyin 11 dan natijani ayirib 8 ni qo'shgan, chiqqan natijani oxirida 2 ga ko'paytirgan. Hisoblab ko'rishlaringiz mumkin. Bunga vaqt sarflab o'tirishga hojat yo'q. Keyingisi buni aytyapti. Mana buni qanday hisoblaymiz? Mana buni. Xo'p, nima qilamiz? A4 B-3 C7 bo'lgan holatda hisoblang debdi. Ya'ni hammasini qiymatlarini qo'yib chiqadigan bo'lsak, demak birinchi qiladigan ishimiz mana bu kasrni qiymatini hisoblab olish. Kasrni qiymatini hisoblagandan keyin A ni kubini hisoblaymiz. A ni kubidan kasrni ayiramiz. Undan keyin mana bu qavsni ichini hisoblab turib, qavsni ichini qo'shamiz. Mana bu yerda xo'sh yozib qo'ygan. Ba'zi bir yangi so'zlar bor mana bu yerda. Misol uchun replace degan almashtirish degani. Misol uchun replace A with 4 degani A sonining o'rniga 4 qo'y degani. B with -3 degani B sonining o'rniga -3 qo'y. C with 7 degani bu C sonining o'rniga 7 qo'y degani. Evaluate hisobla degani. Buni ko'rdik. Bo'ldi, qolgan sonlarni ko'rganmiz.
hisoblab o'tirishga hojat yo'q, juda oson, oddiy gap. Demak, mavzu yuzasidan savollar. Quyidagi misollarni hisoblab ko'rishlaringiz mumkin o'zlari sinash uchun. Demak, birinchi misolimiz 7 ni kvadrat minus 9 bo'lingan 8 ko'paytirib 2. Qiyin emas. Ikkinchisi qiyin emas. Uchinchisi qiyin emas. To'rtinchisi what is the value? Demak, shuni qiymatini hisoblagin deyapti. Agar a minus 2 ga, b 3 ga, c 5 ga teng bo'lsa, 5-misolda. 6-misolimiz shuni qiymatini hisoblagin agar x 4 ga, y minus 1 ga, z minus 3 ga teng bo'lsa. Mana bu if o'tgan darsda ham aytgandim, adashmasam, agar degan, agar, if degan agar degan. Davom ettiramiz. 7-misolimizda yana o'sha qiymatini hisoblagin. P4 ga Q1 taqsim 2 ga va R 2 ga teng bo'lgan holatda deb aytibdi. 8-misolimiz ham xuddi shunaqa qiymatini hisoblagin. A minus 1 taqsim 2 ga, B 3 taqsim 2 ga va C 5 taqsim 2 ga teng bo'lgan holda debdi. Demak, shu bilan bugungi mavzuyimiz tugadi. Quyidagi lug'atlarni tushuntirib o'tay. Foydalanib, mana lug'at. Demak, power degani bu daraja degani. Misol uchun qaranglar. Qanaqa o'qiladi o'z daraja mana. Biz nima deymiz? 3 ni kvadrati barobar 9 desak, bu inglizchada qarang. 3 to the power of 2 is 9 bo'ladi. Demak, o'qilishi 3 to the power of 2 equals 9. Equals degani barobar degani. Demak, o'qilishini o'rganib oldik. Xo'sh, davom ettiramiz. Base degani o'shaning asosi. Misol uchun 5 ni kubi desak, asos bu yerda 5. Asos demak base. Mana daraja bo'lsa bu exponent. Exponent. Umumiy hammasini oladigan bo'lsa, unda power. Yozgandan keyin darrov o'chirib tashlayotganimga hayron bo'lmanglar. Chunki sizlar bemalol pauzaga qo'yib yozib borishlaringiz mumkin-da, buni ekranni bunaqa bejalgan holda qoldirishga hojat yo'q. Demak, exponent o'sha darajani ko'rsatkichi. Perform degani bajarish degani, ya'ni misol uchun perform the multiplication first degani avval ko'paytirish amalini bajargin degan. Parenthesis qaus degani, misol uchun evaluate expressions inside parenthesis first. Avval ifodada qausning ichidagi narsalarni hisoblagin. Brackets degani u ham qaus degani mana bu. Lekin burchakli qaus bo'ladi. Farqi yo'q bizda o'zbek tilida. Ba'zi bir joylarda farq qilmasa, brackets are used for grouping expressions. Demak, o'sha guruhlashda ishlatiladi deyapti. Keyingi fraction bar degani bu kasr chizig'i. U fraction degani o'zi kasr degani, bar degani chiziq degani. Yoki barni ba'zi boshqa ma'nolari ham bor. Ushlaydigan katta narsalarga nisbatan ishlatiladi. Umuman olganda biz uchun kasr chizig'i. Demak, fraction bar represents division. Demak, kasr chizig'i bo'lishni ifodalaydi deb aytyapti. Rostdan ham ifodalaydi. Davom etamiz. Order degani tartib degani. Buni boshqa nimasi ham bor? Buyruq ma'nosi bor, buyurish ma'nosi bor. Qanaqadir buyurtma qilish ma'nosi bor. Lekin bizda matematikada asosiy buni ma'nosi tartib. Tartib demak follow the correct order of operations degani amallarni bajarishni to'g'ri tartibga amal qiling degan. Inside degani ichida. Misol uchun calculate the values inside parenthesis first. Demak, qausning ichidagi ifodaning qiymatini birinchi navbatda hisoblab oling deyapti. Replace degan almashtirish, o'rniga qo'yish. Misol uchun replace x with 3 in the equation degani, demak tenglamamadagi x ni 3 bilan almashtiring yoki tenglamamadagi x o'rniga 3 ni qo'ying degan. Xo'sh, lug'atlar shular edi. Lug'atlarni ham yozib olish kerak. Xo'p, mana darsimizda kimlar ko'rayotgan bo'lishi mumkin? SAT ni 0 dan o'rganayotgan odamlar. SAT ni 0 dan o'rganayotgan odam bo'lsa, demak, darsni ko'radi. Darsni ko'rgandan keyin sizdan ham so'rashi mumkin yoki internetga kirib o'zi ham topishi mumkin. Shu mavzuga taalluqli bo'lgan savollarni olib ishlab ko'radi, shunaqa qilib o'rganadi. Endi agar matematikani biladigan odamlar ko'rayotgan bo'lsangiz, siz uchun eng muhim narsa birinchi yangi so'zlarni o'rganish va tarjima qilishni o'rganish. Shu narsaga e'tiborli bo'ling. Bugungi darsimiz shu bilan tugadi. Hammaga rahmat. Loyihani qo'llab-quvvatlash uchun tanishlaringizga tarqatishlaringizni va kommentlarda o'zlaringizning fikrlaringizni qoldirib
Iloji bo'lsa, layk bosib ketishlaringizni sizlardan so'rab qolgan bo'lardim. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.